Assalomu alaykum barchaga. O'rtoqlar, biz yo'lda davom etib ketyapmiz. Ikkita o'zbek mana 14 ta davlatga aylanamiz deb ketyapmiz. Allohga shukr, mana ya'ni otamiz kecha kelib qo'shilgan. Inshaalloh 60 otamni yoshlari 68 da, meni yoshim 35 da. Yo'lda davom etib ketyapmiz. Inshaalloh qaranglar, shunaqangi joy topdim mana. Hey, bitta narsada yosh bilan o'rta yoshda haligi farq qilsa ham bo'lmas ekan. Endi men muzda yaqday suv ichaman-da. Yaqday suv ichaman. Mana 42-45 gradus issiqda ham men otam nima deydi? Choy, ovqat olib keldi. Ovqat non olib kelgandan keyin men aytaman, muzday suvingizdan bering deyman. Otam aytadi. Холодный, горячий зеленый чай daydi deb qo'yadi. Qaynoq ko'k choyni nima qilasiz? O'zi havoni o'zi qaynatib yuboryapti ota desam, buni o'rni boshqa deydi. To'g'risi men suv ichaman, qishda ham hatto choy ichmayman ochig'i. Qiyinchilik yo'qmi ota? Ketyapmiz sekin. Mana uzumlarni qaranglar. Uzumlarni bir chiroyli qilib, hozir to'xtadik. Abet endi bo'lyapti o'rtoqlar. Issiqda appetit yo'q. No appetit. Kuzatishda davom etamiz. Hozir biz yo'ldamiz. Velosipedlarimiz mana turibdi joyida. Velosipedlarni cho'tga qilib oldik-a. Cho'tga qilib abitacha to'xtab, hamma yo'g'ini tortib, o'zimizga moslab oldik. Ancha remont qilib